Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 4-oyning 8-kuni chorshanba. Bugun yana qoida bo'yicha to'g'ri chiqyapman. Sizlarga ozroq uchur yetkazib qo'yay deb. Bu hafta uchranish ko'p emas. Shunga biroz o'ylandim. Bu hafta qilaymi, qilmaymi bu ishni deb. Ammo shu qilmasam bir qism qarindoshlarni ümidsizlantirib yoki saqitib qo'ymay deb yana azroq bo'lsa-mu qilay deb chiqishim. Bu haftada vatan ichidan ancha uchurlar ko'p kelmadi. Cho'nroq kelgan bir uchur endi ehtimol uniki videosini ko'rdinglar. Xitoylar bizim vatandagi boshlang'ich maktabniki bolalarga har kunisi aytganda maktabga kirishdan burun majburiy bir suyuqlik ichiga turibdi. Jo'nyi dorisi deb. Bu ish xil ko'plarni andishiga soldi. Menimi shu, men bu hafta ba'zi muxbirlar bilan ko'rishgan ularga bu ahvolni deb qo'ydim. Buniki ikki xil ehtimolligi bor. Uning birisi xabarlarda bor, Xitoylar lagerga usulangan Uyg'urlarga dori ichiradigan o'qil urdigan ishlarni qilgan. Har haftada bir qatim. Bu jihatda necha qarindoshlardan uchur kelgan. Burun bu ishdan o'tirib qo'yganda endi u narsani qilishdagi maqsad ularga bu dorilarni ichirib qolgan chog'da bu badanni kuchaytirish dorisi, salomatlikni saqlash dorisi deb ichirdi ekan. Amaliyotda shu ilmiy jihatdan bir odamniki insonlik xarakterini o'zgartirishniki 3 xil tadbiri bor. Shuniki birisi dori ichirish. Şuna maştaq bo'lib qilish ehtimolligi bor. Bo'libmi, masalan, Uyg'urlarni anayt yugash Xitoy hukumati nimsi shuni qildigan, hech qanday qarshi ko'rsatish iqtidori yo'q. Muhabbat, nafrat aniq emas. Chiqib normal insonlik xususiyati yo'qolgan bir mashinadandagi insonlarga aylantirishda qo'llangan tadbirlarning birisi shu. Shuni Xitoyniki boshqa qilish ehtimolligi bor. Yana bir ehtimolligi bo'lsa, hozir Xitoy dunyoga biz Wuhan virusini kontrol qilib bo'ldik, hamma ishlar normallashib bo'ldi deb tashqi qo'yadi. Endi shuniki bir isboti shaklida bular shu bolalarga mushta dorilarni ichirib, andan keyin biz mushta dorilarni ichirib, u dorini ichirayotgan Xitoy Jo'nyi dorisini ichinglar, dorini ichib bo'lib, andan keyin maktab kirishlarni davatadi. Şuna ahırda biz Jo'nyi dorisi bilan kontrol qildik. Mana Jo'nyi dorisini berib, mana kasallarni yuqumlashni oldini oldik deb, mana bir narsa o'tirish qilish mumkin bo'ladi. Bu ehtimollikmi bor. Yana birisi bular ba'zi dorilarni sinab qotgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlar mana oldingi xil uzun vaqtlarniki mobaynida Xitoyniki tajriba qiladigan bir obyektga aylanib qolgan. Bo'libmi ularniki mana shu biologiyalik, kimyalik Qural taraq qildirish, anikin shu inson xarakterini o'zgartiradigan bir qism boshqa meditsina tajribani yapirish, doktorlik tajribani yapirish jihatlarini ular sinab qilib kelgan bo'lar. Hozir ham shu bolalarni mushtaq qilgan bo'lishi mumkin degan ehtimollik bek cho'ng. Men buni inglizcha yozib Twitterga chiqarib tushunchani berdim. U yerda xilli odamlar ko'ryapti. Andan keyin yana kelgan bir uchur hozir yaqin xabarlarda bor. Chet eldagi Uyg'urlarning ko'p qismi o'ziniki yaqin tuqqanlar bilan WeChatda paranchalaydigan bo'ldi. Mana shu ba'zilarga uydagilar orqali besim ishlatib, "Sen chetaning nerda tursan, turayotgan yeringdagi rasmlarini o'tgan" deb ashtaqni talab qilganlar bor ekan. Saqchi tarafdan talab qilib shu ota-onasi bilan yoki tuqqanlar bilan ko'rishning sharti o'ziniki turayotgan yerniki adresi yo'q, baliq uchurini aytib berish. Buni talab qilibdi. Bunda bir ahvol ko'rildi. Ondan keyin yana bir qarindishimizniki bir inisbati janubda lagerda 2 yil yetib chiqqan lagerdan. Yaqinda uningga shu janubdagi o'zi turayotgan shaharda tovar bozor ochsan, tovar do'kon ochsan deb shuni talab qilibdi. U bola mening pulim yo'q, unashni qilolmayman deb ekan. Lagerga yine kiritibdi o balını. Çıkan balı yine kiritibdi. Ben bu vaqtda o'tgan hafta bir qism xabarlarni anglagan chet ellik qarindoshlarga yetkazgandi.
hozirmi kechasi odam tutilgan, do'konlardan odamlarni tutib ketib qolgan, mana shu ishlar yana boshlanibdi deb. Yaqinda Xitoylar Uyg'urlarniki ichidagi yoshlarni, bulqin to'y qilmagan yoshlarni ishkirga ko'p sonda akitib boradi. Endi bu bo'tqa ishlarmi ehtimol bularga vazifa tushgan bo'lsa, shularni to'ldirishni yapayotganmikin deb tushundim men. Vazifani to'ldirish uchun. Bu ishlar vahshiy elib berilyapti hozir. Yaqinda chiqqan videolarni ko'rdinglar. Emgak qilayotgan dehqonlar bo'lsin yoki shahar ichidagi ahvollar bo'lsin, men bu 2 kun oldin bir video chiqarib qo'ydim. Bayroq chiqarish marosimidagi videosini. Ashuni qarasanglar asosan erlar yo'q. O'rta yoshlik yoki yeshi undan cho'nroq ayollar hisob. Bu bayroq chiqarish marosimiga qatnashganlar ichida erlar yo'q, hammasi ayollar. Kichik bolalar bor, boshlang'ich bolalari. Bu aytgan yangidan tanatgan vaqtlarda mening farzimcha soat 6-7larda bo'lgan o'xshaydi. Aşağıya kichik bolalardan tortib o'g'itib chiqibdi. Chiqib bu so'rovlarga qarasanglar, erlar yo'q. Men buningga inglizcha bir ism qo'ydim. Ersiz Uyg'ur jamiyati deb. Hozir Sharq Turkistonda ersiz Uyg'ur jamiyati barpo qilindi deb. Bu shunga oid videolar haqiqatan chiqyotdi. Men uni uftur tashib qo'yaman. Twitter orqali ingliz tili dunyosiga. Ondan keyin hozir endi Xitoyning yolg'onchiligiga oid uchurlar ko'p chiqyotdi xalqarada. Yaqinda 4-7 kuni yana Xitoylar Jungoda virusniki ta'sir bilan yo'qoldi degan bir statistikani ko'tarib chiqib dunyoga e'lon qildi. Ammo chet eldagi ba'zi medialar Xi Jinpingniki mastaq etib kishilarga gapirayotgan kunini ko'rsatib, agar sizlarda virusniki xatri qolmagan bo'lsa, nima uchun Xi Jinping mastaq oladi, nega mastaq oladi deb bularni o'tirib qo'yadi. Chiqilib Xitoylar yolg'onchilik qilib dunyoni ko'zini bo'yash tadbirlarini qo'llanishda hech qanday to'xtab qolmaydi. Yangi nayranlarni o'tirib chiqarib to'xtamay qo'yadi. Dunyomi buni to'xtamay echyotdi. Xitoymi tarixda ko'rib boqmagan bir darajada o'ziniki haqiqiy qiyofatni dunyoga oshkorladi. Yolg'onchilik sohasida. Yaqinda Xitoyning tashqi ishlar ministri 6-chilar Sharq Turkistonda lagerga solinganlar yo'q. Ondan keyin diniy zotlardan solinganlar yo'q degan bayonotni e'lon qildi. Bu to'g'riliqmi inglizcha maqola chiqdi. Xitoylarniki bu sohadimi yolg'on so'zlayotganligi hozir bu sohadagi isbotlar tog'dak tugunib ketganligi haqida maqola chiqdi inglizcha. Yana Xitoyniki shu Sharq Turkistonda Uyg'urlarni bostirish qatnashgan bir askari yaqinda isbot berib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni inson qatorida ko'rmaydiganligi. Ikki odamni isbot keldi. Birisi ayni vaqtda qatnashgan askar, yana birisi Sharq Turkistondagi odamlarni kuzatadigan kamera o'rnatishlarda qatnashgan bir injener. Har ikkisi isbot berib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarni inson qatorida ko'rmaydi degan narsani o'tirib qo'ydi. Bularni inglizcha maqolalar chiqdi. Yana bir xabar, bu narsani men qisqasi deb ketay tafsilotini hozir nurg'un shu to'g'ri xabar vositalari bor ko'p anglaysizlar. Xitoyni BDTning kishilik huquq konsuliga a'zo qilib kirgizdi yaqinda, necha kun oldida. Buningga qattiq norozilik qo'zg'aldi. Hozir ba'zi imzo to'plash ishlari bo'lyapti Xitoylarning bundan chiqib o'tish haqida. Amerikada 7 Avam palatasi va Kengash palatasining a'zolari birlikda xat yozib, Xitoyni bu konsuldan chiqarib o'tish to'g'riliq talabni o'tirib qo'ydi. Bu jihatdan qattiq hozir ayblashlar bo'lyapti. Endi ba'zilar bundan keyin BDTning kishilik huquq konsuliga a'zo bo'lishniki yangidan 2 shart chiqdimi? Uniki birisi odamlarniki ishki a'zosini epsetish, ikkinchisi mushtaq nurg'un kishilarni jazo lagerlariga sulash. Mushtaq ishni qilganlarni andan keyin BDTning kishilik huquq konsuliga kirgizgan ishmi deb mandaq degan ko'z qarashni o'tirib qo'yganlar bor, fikr o'tirib qo'yganlar. Endi sana xabarlarda bor.
bu Xitoy virusiniki qurbonga uchraganlarning soni shiddat bilan eshib menyapti hozir. Men qisqacha deb o'tdim buni tafsilotini har kuni ko'p turyapsizlar. Hozir men shu program chiqishdan burun qarab baksam, dünya bo'yicha Xitoy virusi bilan yuqumlangan kishilarning soni 1.485 mingdan oshibdi. 1.485 ming. O'lganlarning soni 87.300 ga yaqinlashibdi. 87.300 ga yaqinlashibdi. Demek bu ko'lam bu son cho'ng son. 87 ming odam o'ldi degan gap cho'ng son. 11-sentabr vaqasida Amerikada o'lganlarning soni 3 mingga bormaydi. Hozir bu salani qarab olsanglar 20-30 qatlayapti degan gap. Yaxshi emas ekan. Yaxshi shunday 20-30 orada qatlabdi. Endi yuqumlanganlar eng ko'p bo'lgan davlat Amerika ekan 405 ming, birinchisi o'rin turdigini, ikkinchisi İspaniya 146 ming, uchinchisi İtaliya 139 ming. Odami eng ko'p o'lganlarniki birinchisi İspaniya 48 mingdan ko'p odam o'libdi. İkincisi İtalya, ikincisi Germaniya ekan. Ya bu masaqalarni yaptım kaçırınlar. Adamlar en çok ölgenlerindeki birincisi İtalya, ikincisi İspanya, üçüncüsü Amerika. O 7 min, 14 min, 13 min degende sanki. Çıkılıp bu işler hazır naiti dünyayı titretkilik dereceki bağdı. Bazı kişiler bunu 3. Dünya Uruşu Xitay hükümeti bir pay ok çıkarmaya durup 3. Dünya Uruşu'da yeniyordu degende kaplarını oturup koyalım var. Yakındaki ben toxtamay Twitter arkalık şu İngilizce uçurlarını takip ettim ben. Ünümü naiti yaş bulatıdı. Bunu bir kısım kardeşler köydüler. Ben Avustralya'da bir ahtarlıkniki Xitay konsolxanasının aldığı verip Xitaylarına razılık bildirip 2-3 metrlik bir kamçını yerlerine vurup durup Xitay'ın eğitlegen bir videosunu çıkargan. O hazır 710 min qatımga yakın ko'rildi. Ben o videolarni şüphesiz çıkarıp koymayman. Ularga hozircha tushuncha yozib, hammasiga degandek Uyg'urlarniki ahvolini kirgizib turib chiqaryapman. Boshqa bularniki ko'rish qatimi sonining ko'p bo'lishi Uyg'urlarniki ishinidan dunyodagi shuncha ko'p kishilarniki xabar topganligidan direkt turdi. Shunga boshini davatım yerda 709.800 qatim ko'rilibdi bu video. Andan keyin bu kichik bolalarga Johnny Dors'da dori chirayotgan videoni chiqargan. Uni men chiqardim, mana bir inimiz uni yaponcha tarjima qilib yaponcha chiqargandi. Ikkisi qo'shilib 73 ming qatimda ko'rilibdi. Yana bir video bor, bir Yahudiniki 3 milliondan ortiq Uyg'urlar jazo lagerida uslandi. Meniki tuqqanlar Yahudilarning ayni vaqtda boshqa qutqizib qolgan, Uyg'urlarni biz qutqizaylik deb bir taxtay ko'tarib namoyish qilgan bir kishi bor. Bu kishining videosini chiqarib qo'ygan. Yaqinda men Uyg'urlarniki ahvollarini yozib, u hozir 36 ming qatimdan ko'p ko'rilibdi. Bu tashqatni men har kuni to'xtamay qilyapman. Meni zakratganlarmi bor. Shu Twitter orqali tanib meni muxbirlar, siyosiy faoliyatchilar, tashkilotlar degandek. Herhalde bunun ünümü yaxshi bo'lyapti. Men burun shundoq bir tashkilot vasitlarniki bo'lishini pek orzu qilgan, kuchigan bir qism yerlarni pullar qilib tirishib boqqan, lekin hozirgidek unum bo'lmagan. Bu qatim hozir maoshlarniki yaxshi unum bo'lyapti. Bir qism huquqlar to'xtamay tirishchilik ko'rsatyapti. Endi men o'tganki bir qatim programmada mazat degandim. Twitter'ga öz ismi bilan tizimlash shart emas. O'zining ismi bilan, o'zining kimligi bilan tizimlash shart emas. Qanday ism qo'ysa bo'ladi. Hozir bu dunyo miqyosi bo'yicha bu Twitter'dagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish internet kuchayib ketdi. Instagram'ı bor. Boshqa millat ish qilamadim deb ichib tushib turayotgan qarindoshlar bo'libmi? Har xil tillarni biladigan qarindoshlar. Türkçe, Arapça, Xitaycha, İngilizce, Rusça başta tilini bildiğin qarindoshlar bo'lsa, o'zini bir guruh shakllantirib, başta cho'ng-cho'ng xabarlarni o'zini biladigan boshqa tillarda, Uyg'urcha emas, boshqa tillarda tarqitib, buni tarjima qilib qolsanglar bo'laverdi. Mushlarni qilgan bo'lsanglar, mush hozirgi vaziyatda
qilish tegishli eng muhim ishning birisi shu. Nimishqa deganda men o'tganda dedim, hozir butun dunyo Xitoyniki shu Wuhan Xitoy virusini taqtishi sababidan kelib chiqqan ziyonni to'ldirish uchun hozir butun dunyo harakatga o'tdi. Xitoydan qanday hisob olish to'g'ri? Xitoyga qanday to'ltib olish to'g'ri? Hozir endi dünya boyunca bu en çok dolqun. Bu dolqun tügise Uygurlarning masalasini o'tirishga bo'ladi. Shuni yandaplamkin. Burun dünya bizim gipimizga ishonmagan ancha. Hozir shu üç cho'ng narsaninki sababidan dünya Xitoyniki ne kadar vahshiy, ne kadar rezil, ne kadar yolg'onchi, ne kadar aldamchi, ne kadar ko'z buyamchi ekanligini hozir tunib yetyapti. Bu jihatda chiqib men qilgan gaplarni qo'llayotganlar aytdi ko'p. Burun undaq falan ko'rib baxmaganman. Hozir men o'zimniki ro'yini biroz ko'taray desam, men chiqqan narsalarga tushgan inkas o'qiydigan bo'ldim inglizcha. Ajoyib fikrlar o'tirib tushyapti. Shunga ma tashkilotlarniki ahamiyati bak zo'r. Bu hech qanday odamni xatar qilib qo'yadigan ishim yo'q. Men degandek buni Twitterga boshqa ismlar bilan tizimga kirib bo'lsa guruh tashkillab har bir til bo'yicha Xitoycha, Arabcha, Turkcha, Inglizcha, Ruscha degandek cho'ng tillarda guruh tashkillab maxsus ishlarni qilsanglar, buniki roli bak cho'ng bo'ladi. Dunyo Xitoy virusi munosabati bilan Xitoyni hisob qilib qo'ygandan keyin biz darhol harakatga kelib Uyg'urlarniki qaysi darajada ziyon uchirganligini har bir davlatdagi tashkilotlar o'zimizniki davlatdagi munosabat o'rinlariga deb shu orqali Uyg'ur masalasida Xitoyni hisob olishga tirishishimiz kerak. Biz uchun qilgan eng muhim ish shu. Hozir ham shuning tayyorligini qilishsak bo'ladi. Shunga ijtimoiy taraflardan yaxshi foydalansak. Eng oxirida deb qo'ydiganim hozir hammamizdagidek uyda o'tirib ishlayapmiz. Uyimizga sunib qoldik nasib etgan chog'da. Boshqa boshqa burun o'qiyamagan narsalarni o'qiydigan, burun ko'rmagan narsalarni ko'radigan bolalarimizga burun ana tilini o'tishga vaqtimiz yetmagan bo'lsa, hozir o'tadigan, vaqtimiz yetadigan bir xil ahvol shakllandi. Men har haftada o'zim uchratgan shu Uyg'urlar yasagan har xil torbetlariniki tizimlikini o'zimniki ma'rifat torbetidagi bir sahifaga qo'shib mengyotaman. Agar ma'rifat.com degan torbetiga kirib, ilk kitob turi degan sahifani cheksanglar, aşağıda Uyg'urlarniki ilk kitoblari, applari, aniki YouTube kanalları, baş torbetleri, nurg'un narsalar bor. Aniki Ana Til TV'si mesela. Şuna aşağı kirib, shundan foydalaninglar. Men hozir bek ciddi yashab ketibman o'zim. Qanday qilsam shu xalqimizga biroz chiqib beralayman deb. Shuni nayti bir muhim ish qatoriga kirgizib turib qilyapman men. Mushtaq narsalardan Uyg'ur qarindoshlar necha yillab kuch chiqarib yasagan mushtaq qurollardan foydalanishga osoqlik tug'dirib beray deb ishni qilyapman. Bo'lsa sizlar bundan foydalansanglar, men sizlarni foydalansin deb qilyapman bu ishni. Ma'rifat.com ga kirib el kitob torbeti deganni cheksanglar, shu tizimda chiqadi. Men uni programmaning ostida qo'yib qo'yaman. Yine yaxshi ishlar bor. Ba'zi vatandan yangidan videolar keldi, tunlarga ehtimol ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Erlar ölmedi. Uyg'urlardan işte erlar tugab ketgani yo'q. Unda gaplarni demanglar degan rahmazmunda. Bana bir qancha haftaning oldida vatandami bevosita uchur kelgan. Vatanda o'lib ketmagan xalq o'ziniki kimligini yo'qotgan yeri yo'q. İntayin qaysarlik bilan, intayin umidvorlik bilan yashayapti hozirmi. Ajoyib ishlarni qilyapti. Men qo'rqishni demayman bu yerda, Allohni xatarga qo'yib qo'yamiz. Lekin vatanlik xalqimiz garchi hozir mushtaq erlar yo'q, bir Uyg'ur jamiyati shakllangan bo'lsa-mu, saq qolganlar, saq qolganlarda ro'yxatda unchalar cho'ng'alqi, chekinish bo'lib ketgan yeri yo'q. Bir qism odamlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin hammasini emas. Ko'pincha sondagi Uyg'urlar yana bir xil umidvorlik bilan bir tong'atadigan kunning keldiganligini ko'ngliga kutgan oldida yana shu anacha sharoitda qo'yilgan qilib yashayotdi. Chet elliklar ham shunday qilishimiz kerak. Bizniki shu tarixda chet elliklarning roli eng cho'ng bo'lgan bir payt hozir.
Şuna bunu her vakit aslında çıkamaylı. Çokum ötken her bir günümüz ehemmiyetli olsun. Biraz kıymeti var olsun. Her gün uxlashdan burun ben bilgen millet için kıymeti var, ehemmiyeti var işte nimini kıpır aldım deb bir qıtım her günüsü üzerlerden bir qıtım hesap edip uxlanglar. Açtan adatlanlar. Başta qıp bersanlar keyin bir mezgil o'tgandan keyin o'zinglarning qilgan ishiga o'zinglar hayron qolsizlar. Bo'ldi, men buguncha shunchalik. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoyim omonat.